Bu holat kollagen yetishmovchiligidan. Aynan bu holat ham kollagen yetishmovchiligidan. Ha, bu holat ham kollagen yetishmovchiligidan. Agar siz ham qarilikni 18 yoshda kutib olishni xohlasangiz, sochingiz jilovkor, chiroyli bo'lishini xohlasangiz, yuzingizda ajinlar yo'q, yosh ko'rinishni xohlasangiz, aynan siz uchun kollagenni tavsiya qilaman. Kollagen organizmda aynan terini silliqlashishiga va ajin tushishini oldini olishga yordam beradi. Quruqlashishlarni chegaralaydi. Kollagen sochni tez o'sishiga va mustahkamlashga ham yordam beradi. Kollagen bo'g'imlardagi og'riqlarni kamaytiradi va sinovial suyuqliklarni normaga keltiradi. Kollagen ichak sistemasini normallashtiradi va ko'pincha gastritni oldini oladi. Bu videoni qarishni istamaydigan do'stingizga jo'natib qo'ying.